Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi Uyg'ur ovozli suhbat programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Mushu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo apandim bu yil 19 yanvar kuni Xitoyning Uyg'ur rayonidagi bostirish masalasi haqida Amerika tashqi ishlar ministrligining chiqargan qarori nomli bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerlik musulmon millatlarga qaratgan keng ko'lamli bostirishini rasmiy irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligini jakarlagandan keyin 22 fevral kuni Kanada parlamenti va 25 fevral kuni Gollandiya parlamenti orqadan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb bekitish haqida maxsus qaror qabul qilingan edi. Ondan boshqa yana Avstraliya, Belgiya va Turkiya parlamentlarigami o'xshash mazmunda qaror loyihalari sunilgan bo'lib, Avstraliya parlamentiga sunilgan qaror loyihasi 15 mart dushanba kuni Avstraliya Kengash palatasida rasmiy ovozga qo'yildi. Undaqda g'arb davlatlari tarafidan orqa-orqadan elinayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi yuqorqi qarorlar Rossiya va O'rta Osiyo davlatlariga qanday ta'sir ko'rsatyotdi? Qozog'istonni markaz qilgan O'rta Osiyo davlatlarida yashayotgan Uyg'urlarning bu qarorlarga bo'lgan inkaslari qanday? Bu vaqt sizlarni tafsiliy ma'lumotga ega qilish uchun Dunyo Uyg'ur Qurultiyining bosh maslahatchisi, Qozog'istondagi elga to'nilgan peshqadam kurashchimiz va tadqiqotchimiz Qahramon G'ojambarda apandimni bugungi suhbatimizga alohida taklif qildik. Hurmatli Qahramon G'ojambarda ustoz, bugungi programmamizga xush keldingiz. Assalomu alaykum, rahmat, xush keldingiz. Hurmatli Qahramon G'ojambarda ustoz, g'arb davlatlari tarafidan orqa-orqadan ilinayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi yuqorqi qarorlarga qarata Rossiya va O'rta Osiyo davlatlarining matbuotlarida qanday inkaslar bor? Oldi bilan shu haqida bir to'xtalib o'tamiz. Bu Amerika tashqi ishlar ministrining Xitoyning Uyg'urlarni bir millat sifatida yo'q qilish siyosatini irqiy qirg'inchilik, jinoyat qarshi qirg'inchilik deb qaror elishi hamda tarixiy bir ahamiyatga ega bo'ldi ve bütün dünyani zilzileye sağan. Ama bu avtoritarlık devlet Rusya, Merkezi Asya'daki devletler bir yerdeki resmi ammavi akbarat vasıtaları bu doğruluk sükut sakladı. Lakin bu öktücü faaliyetçiler, bazı teşkilatlar bunun ya mazmununu yoki sharhladi. Rusiyaning, masalan, Rusiyada hozir bir aktiv faoliyat qilayotgan yosh yigit bor, Aleksey Kazakda. Uning u bloger shu o'zining nimasida uni badi ham bir turkum Uyg'urlardan suhbat o'tkazdi. Rusiyadagi inson huquqini himoya qiladigan 90-yillardan beri men bilgan bir memorial degan tashkilot bor, nihoyat yaxshi. Shu tashkilot sharhladi Uyg'urlarning ahvolini. Hem de Kazakistan'da mı şu resmi akbarat vasıtaları vermedi. Lakin Kazakistan'daki bu Oralman deyimiz, hem de Kandaslar diyen nam koydu hazır. Bizden Uyguristan'dan, Şarkı Türkistan'dan bir yere çıkanlar. Şulara münasebetlik Kazak tillik ammavi akbarat vasıtaları da verildi. To'liq emas, qisqa hem sharhlendi. Şundaqla bu yana bir xalqaro Kazak tilde radyo var, Azat radyo stansı. Bu radyo to'liq berdi, hem Kazak tilde hem Rus tilde bunu bütün şu Merkez Asya Cumhuriyetleri takaldı. Ondan başka bazı bir Rusya'daki şu şerh bilen, Merkez Asya bilen meşgul bulduğun siyasetçileri resmi emas, şundak dairedeki ictimai to'llarda özlerinin fikirlerini bayan kıldı. İcabi yani şu hakikaten Xitay, Komünist Xitay hükümeti Uygurlarni merkez kılgan aslanlı milletlerini şundak insan hukuku kat dersende kılatıdı o diyen fikirde oldu. Hem de Rusya'nın mesela bir demokratik deyimiz organı, parlament, devlet duması. Ulardakiler köpünçe şu keyinki yılda hazır Xitayni himoya qilish nuqtai nazaridan sharhlaydi. Yaqinlashyapti. Bu
Yakında bu Xitayning tashqi ishlar ministri Rossiyaga ittifoqdosh bo'lish to'g'ri taklif bergandan keyin bu tig'imli avjida Uyg'ur masalasi tushib qolgan desak bo'ldi. Bu siyosatchilar, hukumat tarafdorligi va siyosatchilar, rasmiy parlamentdagilar tilga olmayotdi. Endi Rossiyada burun Uyg'urshunoslik ilm-fan taraqqiy qilgan. Shu sharqshunos, Uyg'urshunos olimlar Uyg'urlarning madaniyati, tili, adabiyoti nuqtai nazaridan ma'lum darajada o'zlarining tashvishlarini qo'yayotdi. Ular, olimlar. Qozog'istonda shu rasmiy vakillar faqat Xitoy bilan o'ralmanlar bo'yicha, ya'ni hazır Qozog'iston fuqarolari bo'lgan, lekin bir sabablardan aşağı berib, şaxta lagerlarga, turmalarga tushib qolganlar masalasini buna muhokama qilyapmiz, so'zlashyapmiz, diplomatik yo'llar bilan aloqalayapmiz deb, ammo boshqa taraflarni ko'tarmasdan shunday diplomatik gaplarni beryapti. Bu tashqi ishlar ministrining masalan bevosita aşağı berib lagerlarni o'rgangan vakilning gapi. Hem de Kırgızistan'da resmi ameliyat yok. Lakin Kırgızistan'daki bir alahitlik, Kırgız ökçülüğünün başka yerdeki Kırgızistan'daki Uygurlarının Cumhuriyetlik Medeniyet Merkezi var. Onun bir efkarı var. İttifak diyen gizli var. Ayda bir çıkıdan. Şu ittifak gizlisi toğluğu bilen Erkin Azya Radyosu'dan Uygur'sun begellerini biz bir vatıdır. Bir Merkezi Asya'daki Uygurlarda şu xalqaradan elib beradigan jurnal. Onun yaxshi bu baş muharriri kandidat doktor Akbarjon Bowdun shunday faoliyat qilyapti. Umuman selishtiradigan bo'lsak ham narsa bundan 2-3 yilga burunga qaraganda hozir Uyg'ur masalasi xeyli ko'proq beriladigan bo'ldi va Uyg'urlarning tili, dini, madaniyatiga nisbatan echinishlik masalalar. Qandaqdı bu işlarga diqqat qilish to'g'riliq fikrlar sahnaga chiqish boshladi. Rahmat, hurmatli Qahramon Xo'jambardi ustoz. Yuqorida Rossiya va O'rta Osiyo davlatlarining Uyg'ur masalasiga bo'lgan qiziqishi va bu vaqtdagi pozitsiyasi haqida biroz to'xtalib o'tgan bo'ldingiz. Endi G'arb davlatlarining yuqorqi qarorlariga O'rta Osiyodagi, jumladan Qozog'istondagi Uyg'urlar qandaq baholanib beryapti, ularning inkosi qandaq bo'lyapti, shu haqida bir ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Endi bu siz degandek Amerika'nın, bu Amerika'da siyasi nuqtai nazardan tashqi ishlar ministrining qarori. Endi bu Kanada bilan Gollandiyaning parlamentleri, ya'ni ikkinchi hakimiy oliy hukumati, qonun chiqarish hukumati qarorlari bu butkul shu Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston bo'lsin, Turkmaniston Uyg'urlarni nihoyatda ilhomlantirdi, qizg'in qarshi elindi. Bunun aldıdaki bilen sevişsek bir yıl burun qilgan. Bu shundoq bo'lishi mumkinmi degandek bir hayajonlik paydo bo'ldi. Albatta bu tarixiy qarorlar, chunki mana Uyg'ur masalasi bir tarafdan siyosiy nuqtai nazardan siyosiy kuchlandi. Ikkinchi tarafdan qonun, ya'ni adliylik boshlandi. Xitoy Uyg'urlarga nisbatan Uyg'urlarni bu o'zlarining atalmış ushqur kuch sifatida teröristler, milli bölgünçiler, dini asabiyinçiler de şundaq dəhşətli siyasətini yürgüzübatdı. Onu bütün dünya təşvik qılatıdı. Mana maşındaq bir vaqtda Uygurlar terörist bölgünçü bulmasın, Xitay hükümet özü cinayet kategoriya kirgizildi xalqarada. Bu daha güçlük təsir qozduğunu şundan ibaret ki, Dolqun Aysal başlıq Dünya Uygur Kurultayı bu şu ötken aydan 2 qitim bunu online arqılıq yığın ötkazgan. Şu yığınga başta vakillar qatnaşdı. Keyin bundan başqa Dolqun Aysal'ın efendimning tahlibi bilan Qozog'iston, Qirg'iziston Uyg'ur bilan ayrim suhbat o'tkazildi. Mana shu suhbatga yuzlagan kishilar qatnashib, shahardagi xalqlarning inkosi, shundaqla o'zimga kelayotgan inkoslar, suhbatlar asosida aniq obyektiv xulosalashga bo'ladi ekan, Qozog'iston Uyg'urlari, Markaz Osiyo Uyg'urlari bu qarorlarni intayin yaxshi qabul qilyapti, bir umidlanyapti.
hem özlerinin biz nima qilamiz degandek mana shunga nisbatan qanchalik darajada bu ta'sir qilgani buni Londonda bo'lgan xalq sotiga pul yig'ishda Qozog'iston Uyg'urlari hamma birinchi o'ringa chiqdi. Ama şu uyg'unish, vatanparvarlikda kuchayish, chunki shu Markaziy Osiyodagi bizning qarindosh jumhuriyatlardagi haqiqiy vaziyat bu qarindosh xalqlarning taraqqiy qilishi, bularning o'zlarining tildan hamma tarafdan taraqqiy qilishi bir millatning taraqqiyoti asosan u millatning davlatga bog'liq ekanligini, davlat mustaqil davlat bo'lsa taraqqiy bo'ladi, bo'lmasa istiqbol ig'ir bir ahvolda qoladi. Shuna bu bo'lgan voqealar intayin zo'r ta'sir qildi. Ham buningdan keyin ta'sir qildi. Rahmat hurmatli Qahramon G'o'janbardi ustoz, sizni deb o'tib ketdingiz, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyining bo'pmamash yaqindan buyon O'rta Osiyodagi bizning Sharq Turkistonlik Uyg'urlarga bo'lgan qiziqishning yuqori ekanligi, ularga alayda ko'ngil bilib shular xizmat ishlayotganligi haqida. Siz o'zingiz Dunyo Uyg'ur qurultiyining bosh maslahatchisi bo'lib sifatingiz bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyining xalqarodagi siyosiy sahnada ilib berayotgan xizmatlariga qanday baho berasiz? Qozog'istondagi Uyg'urlarning Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lgan qarashi qanday? Mushu haqida bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Endi Doğukan Efendim başlık Dünya Uygur Qurultayıga baho berish bir tarafdan oson, ben hamma faoliyatlarning ichida o'zim bilaman. Ikkinchi tarafdan biroz qiyin desam bo'ladi. Qurultayning utuqlari va savarliklar hammasi o'zimga xos deb hisoblayman. Hamma narsa selishtirmada bo'ldi. Men bu 20 yil bo'lib qoldi. Mushu keyingi 3-4 yilni uning oldingi bir davrlar bilan selishtirsak, bu endi yer zim osmon farqlanib ketadi. Masalan, Uyg'ur masalasi hech qachon hech bir davrda Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga mayli bu Jenevadagi inson huquq komissiyasi bo'lsin yoki New Yorkdagi bosh shtab bo'lsin kirgan emasdi. Tunji qitim bu kirdi shu 2017dan buyon qo'yilyotdi. Jenevada yiliga 3-4 qitim qo'yilyotdi. Hatto Doğukan Aysal mayli 3 minut bo'lsa doklad, paket, ko'rgazmalar hokazo uyushtirib bo'lyotdi. Ming afsus, bu yerda bir qiyinchilik bor. Uyg'urlar uchun eng og'ir qiyinchilik u mening ko'z qarashimcha bu bexatarlik Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki Bexatarlik Komitetidagi Xitoyning 5 davlat sifatida e'tiroz bildirish, ya'ni veto qo'yish huquqi. Xitoy albatta hech bir Uyg'urda uning ustiga Dunyo Uyg'ur qurultiyining vakillarini Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga yaqin kelgizmas uchun, qo'g'lab chiqish uchun intayin cho'ng harakat qilyapti. Xitoyda dunyoda 2-o'ringa iqtisodda chiqqan bir davlatning kuchi ko'pkanligini hozir hamma dunyo his qildi. Shundoq bo'lgan holatdimi? Bu Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uyghur meselesi qo'yilib, ovozga seldishni men o'zim bundan 20 yil burun his qilmagan. Şahsen o'zim mush Olmutada o'tirib to'xtamay xat yozatdim Birleşken Devletler Teşkilatı'ga. Rus tilida. Mana bu eng cho'ng utugi. Shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyining alohidligi bu dunyodagi ta'sirlik hamma tashkilotlar bilan, hamma davlatlar bilan ishlayapti. Masalan, Yevropa birligini alaylik. Yevropa Brüsseldeki Yevropa Parlamentining hamma sorunlarga qatnashadi. Har vaqtda masalani qo'yish, mana hozir Yevropa birligi iqtisodiy jihatdan buni Xitoy virusining oqibatidan butkul dunyoda Xitoy virusi sodir qilgan iqtisodiy krizning oqibatidan Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabat ularda yuksak o'rinda. Shundoq bo'lsa-mi, shu Yevropa parlamentida hozir kunda Uyg'ur masalasi kun tartib turib, bununla bir karar iştiraf etmeyapti. Bu ma Dünya Uyghur Qurultayının Uyghur meselesi her sahnedeki qanday chiqargan gösterdi. Shundaqla endi burundan badi hozir zich munosabat qilgan Dünya Uyghur Qurultayı xalqarodagi yuzlagan tashkilotlar bilan harakat qiladi. Shu ishlar mesela eng nopuzliq 5-6'sı bor. Mesela bu Human Rights Watch, inson huquqini kuz tashkiloti yoki Londondagi xalqaro kechirim tashkiloti yoki demokratik ilgari surish tashkiloti va qurultay Doğukan esa o'zi bo'g'in raislik qiladigan vakolatsiz millatlar tashkiloti UNPO.
Bu teşkilatlar hazır kurultay bilen zich münasebette. Mana kurultay muşlarını kol keltidi. Bolup Xitayga karşı ayıgı bir desek boldu. Her kandak sorularını ötküzüdü, hücretlerini yazıdı. Bu teşkilatlar halkarada intayın inovatlık, tesirlik teşkilatlar. Yana bir kurultayının kol keltigen işleri yaki halkara siyaseti o bevasıta dünyadaki Uygur teşkilatlardan til tepip, alaklaşıp, hemkarlık çıkmatkını. Bana malum ki hazır Dünya Uygur Kurultayının terkibide yaki onun bilen hemkarlaşıp birlik faaliyet kılatkan teşkilatların sanını 70'ini işip gitti. Bunu çoğun uttuk. Bu hiç kaçan bulmagan. Xitaydak devlet, Xitaydak mekkar, tütkül organları Uygurlarga karşı hareket kılatkan bir devlet. Şunun heyretten karmay, şunun her xil təqdidli karmay, halkarada Uygur teşkilatlarının birlik şekillendi. Biz her kaçan Uygur meselesiga Uygurlarning Uygurizm degan termin işletildi. Uygurizm nuqtai nazaridan qarash kerak. Bu real birlik var. Mana o'tganki Dünya Uygur Kurultayının ikki qatim o'tkazgan yig'ini buni ko'rsatdi. Dünya Uygur Kurultayı shunchalik o'ziga ishonchli 3 yil o'tgan faoliyatini bunu hozirgi vaziyatga munosabatdan navbatdagi 70 kurultayını o'tkazganlikdan xalqaro vaziyatning nimasidan online yig'in o'tkazib, uningga kurultay vakillerini emas, bütün dünyadaki teşkilatların vakillerini teklif kıldı. Siyasi faaliyetçilerini teklif kıldı. İnovatif kişilerini, şu cümleden bunu lager şahitlerdi. 250'den artık kişi katlaşıp hareket kıldı. Bana bu mu çoğun bir utuk. Maşında utulur ba, kamçıların ba, yetişmezlik ba. Çünkü bu vatkan kol geldiğin işler, bu vatkan faaliyetler bunu Xitayının bugünkü ceza lagerleri yapkızış. Kanunsuz türmük taşlagan siyasi mahpuslarını çıkargız veriş. Uyguristan'daki, Şarkı Türkistan'daki siyasetini toq tutuşga tıgıça bulmayıvatıdı. Tıgıça yetmeyivatıdı. Onun sebebi, onun asas sebebi şu, Amerika başlı Garp devletleri Xitayga nispetten ırgı kırgınçılık diyeceğim bu Amerika özü bir vasıta Xitayga iqtisadi embargo, sanksiyon işletken bu yeterli emez. Xitayını tizipleştiriş için intayın güçlü iqtisadi besim işletiş gerek. Yani gelip Amerika bütün bunu Avrupa Birliği, NATO dairesinde birlik hesap kurup top işletiş gerek. İkinci siyasi besim işletiş gerek. Üçüncü halkaradaki hukuk bismi. Mesela şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Xitayının veto koyuş hukukunu tatip ediş gerek. Asli Xitay'da hukuka ahlaki nazari cihetten ilk emez. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı kurulan zamanda 1945 yılı şu ikinci dünyaya katnaşkan, şahidi töhfü koşkan devletler bo'lgan. O bu Xitay emez. O Gomindan Xitay. Gomindan Xitay'ın o tamam ola Tayvanlı ketti. Hazırki Tayvanlılar şunun mirasxo'ri. Biz almashtirish kerak. Bu komünistlar, bu diktatörlük, hakim mutlaklık tüzüm. Bütün dünyaya taqdis sevatıdı. Şuna kurultayıma nima qilish kerak? Birinchi kurultayning işleri sistemlashishga başladı. Bunu unutulmuş güçlü sistemlashtirish kerak. İkinci kurultayda intayin ko'p bunu intellektual yani ahli mülkning zatları, ahli iqtidori güçlüler geldi. Onu ko'paytirish kerak. Kurultayning programmasi bor. Taktik karakterlik, stratejik karakterlik, muhterem Doktor Profesör Erkin Ekrem işlep çıkan. Şununla münasebetlik teğimmi ilmi asaslı ilgili sürüş. Halkarada Uygur meselesini teğimmi küçeytiş, Uygur dostlarını teğimmi köpeytiş ve bunu hazırki boğan akıbet yani Amerika'nın ve Kanada, Gollandiya'nın ırkı kırgınçılık kararı bu endi bunu bir yerden meşanın siyasetçiliğinde bir atalgı var. Domino efekti deydi. İştireverseniz ki o. Şu efekt arkalık başta bunu Anglo-Sakslar deydi. Bu bosumu Avustralya, Yeni Zelanda, Angliya,
Mana Belgiya taya, kelgüsüde Japonya, Kudayım kalırsa hem işençim kamil Türkiye. Bu devletlerin karar ediş gerek parlamentleri. Şundak bulan vakitte bu san hemmisi birleşip bizim mütefekkür alim, kanunşunas, filosof Yusuf Has Hacip Aşkan san süpetki ötüş kanunu var. Süpetlinlikte Xitay hazırın özünde iğir ahvalda. İktisadi iğir kıyınçılıkta. Yani biraz besim işletkendim ki Uygur meselesiga yaxshi istiqbol echiladi. Ben şunu demoqchiman, Kazakistan Uygurluğu qurultayini butunlay qo'llab-quvvatlaydi. Umuman Markaziy Osiyodagi Uygurlar mana yaqinda Toshkentdagi O'zbekiston Uygurlari o'zlari chiqib, o'zlari qatnashdi. Buningdan keyin qo'llash bo'ladi. Shunga qurultay rahbarlariga faoliyatini davomlashtirish, birlik ittifoqlarini kuchaytirish, faoliyat sistemalik, ilmiy asosda maqsadchanlik, izchillik bo'lishi kerak. Köptün köp rahmet hürmetli kahramanı Gocamberdi Ustaz yuqorida bergan qimmatlik baharınız ve teklif fikirleriniz için. Hem de ahirde bu Dünya Uyghur Qurultayı ekranı orqali xalqimizga deydigan ahirgi yürek so'zlaringiz bo'lsa olsam, bo'lmasa mushun bilan programmani oxirlashtirgan bo'lsak. Endi shu xalqimizga umid bilan yashash kerak. O'zimizning ulug' Alloh bergan iqtidorini, o'zimizning shu kuchini e'tirof qilib, bizning masala avvalo ulug' Alloh, ikkinchi Uyg'urlarning qo'lida. 20 milliondan ortiq Uyg'urning qo'lida. Ondan qolsa G'arb, Turk, islom dunyosining qo'lida. Mushuni bilishimiz kerak. Hurmatli qitmlar. Hurmatli qahramon G'ojambardi ustoz, yana bir qitim yuqorida bergan qimmatlik ma'lumotlaringiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Ishinglar qutuq tilaymiz. Xo'shamiz. Hörmətli televizor köýçiler, yuqorida Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi Uyghur Ovozi söhbət proqramısında diqqətinizə sunduk. Keyin qitimliq proqramda görüşkə aman bolğaysızlar. Xeyir xoş.